O'z davrining eng dahshatli bo'lgan filmlaridan biri. Jag'lar filmida og'irligi 1 tonna keladigan animatron nahangni yasashgan. Ammo undagi animatronika sho'r suvda ishdan chiqavergan. Uni suvdan ko'tarib, ta'mirlab, yana qayta suvga qo'yish qimmat bo'libgina qolmay, balki qiyin ham edi. Ammo Spielberg bunga qaramay 10 ga yaqin marta bu ishni qildi. Foydasi esa bo'lmadi. Film to'xtatilishi kerak edi, ammo filmga 10 million dollar sarflangan va ortga yo'l yo'q edi. Ammo Steven taslim bo'lmadi va nahang kameraga yaqqol ko'rinishi kerak bo'lgan sahnalarda nahangni suv ostiga yashirib, kameraga faqat orqa suzgichlarni ko'rsatishdi. Bu esa tomoshabinlardagi hayajonni 2 barobarga oshirdi. Film tomoshabinlar orasida mega hitga aylandi va 10 million dollar sarflangan loyiha salkam 500 million dollar daromad olib keldi. Spielberg esa film haqida shunday degan: agar o'sha vaqt mexanika bexato ishlaganda film bunday katta mashhurlikka erisha olmagan bo'lar edi.